ma'lumotlarni aslida juda ham qiziqdim. Tarixiga qiziqdim. Bu koral, marjon, oq marjon hatto Qur'onda bor. Qanday qilib bizgacha yetib keldi? Yoki bo'lmasam Yaponiyani ichki bozorida qanday paydo bo'ldi deb rosa qiziqdim. Buni tarixi shundayki, muzliklar davrida cho'kishi natijasida orol paydo bo'ladi. O'sha orolning ustida o'sha koral riflar bilan qoplangan bo'ladi. Albatta, tabiiyki bu yillar zamonida bu yer bilan tuproq bilan qorishib ketib, yerda unumdorligini oshiradi va u yerda o'rmonlar paydo bo'ladi. Bu korallar boshqa dengizlarga qaragandagi, boshqa dengizdagi korallarga o'xshamaydi. Oq marjon boshqacha bir sort deymizmi yoki boshqacha bir koral hisoblanadi. Bu korallar zooxanthella degan o'simlik bo'lar ekan. O'sha koralni yashil o'simlik ichiga kirib olib, 50 ming yil davomida o'zida o'sha kalsiy va dengizdagi butun minerallarni o'ziga yig'ib olar ekan. Lekin bu zooxanthella ham hayvon, ham o'simlik. Unga sharoit bo'lishi kerak. Qanaqa sharoit? Demakki, iqlim o'sha suvni gradusi mos bo'lishi kerak. Undan keyin quyosh nuri tushishi kerak, o'sha korallargacha tushishi kerak va ekologik jihatdan toza bo'lishi kerak. Biz bilamizki, Yaponiyada Ikkinchi jahon urushida atom bombasi tashlangan, insonlar ko'p yashamagan. 2011-yilda ham tsunami hisobiga yana ikkinchi marta atom elektr stansiyasi portlab, suv orqali, radiatsiya suv orqali tarqalar ekan. O'sha Okinawa orolini uni chetlab o'tib, butun dunyoga tarqalgan, butun dengizlarga tarqalgan. Ammo o'sha Okinawa orolidagi bo'lgan va uni atrofidagi bo'lgan, dengiz sathidagi bo'lgan koral o'simligiga ziyon qilmagan. Chunki u yergacha o'sha radioaktiv nurlar bormagan.